أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Hürmetli savaştaşlar, biz aldığımız saatlik derslerimizde, yani aldığımız 2 saatlik dersimizde yoki 3 saatlik dersimizde Qur'oni Karimninki toplanış haqida, Jam'ul Qur'on temasi haqida so'zlab kelgan. Buningki birinchi temasi Rasulullahninki davridagi Qur'oni Karimninki to'planish ahvollari bo'ldi. Bu haqda biz so'zlab o'tdik. Ikkinchi temasi Abu Bakr radhiyallohu anhuning davridagi Qur'oni Karimninki to'planish ahvollari bo'ldi. Uchinchi temasi Osmon radhiyallohu anhuning davridagi Qur'oni Karimninki to'planish ahvoli bo'ldi. Buning Rasulullahning davridagi to'planish biroz farqlar. Abu Bakr radhiyallohu anhuning davridagi to'planish rasmiy to'planish xarakterlik to'planish. Osmon radhiyallohu anhuning davridagi to'planish bo'lsa rasmiy to'planish emas. Shu Abu Bakr radhiyallohu anhuning davridagi to'plangan Qur'onga asoslanib turib ko'paytirish. Faqat bir qism ehtimolli qolib qolgan tarafni takror izlanish, takror Abu Bakr radhiyallohu anhuning davrida qo'llangan usul bo'yicha uni ta'kidlash. Bu şekilde berilgan. Biz aldığımız saatlik dersimizde şu ahvallar bir kurup tükendiğin keyin Osman radıyallahu anhu şu Hafsa radıyallahu anhadan ağan şu sahifelerini küçürüp taraflarga, şehirlerge evet kellikini tilgab ötkendik. Şu hakkındaki mezmun, yani bugün davamlaşıdı. Bugünkü dersinin asaslık temisi kökününladek Adad el-Masahif el-Osmaniye, yani Osman radıyallahu anhu küçürüp taqatqan Qur'anның sani. Bir gap nede? Mushafil Osmani deydi, Mushafil deydi, Mushafil İmam deydi. Bularning hammasi Osman radıyallahu anhu küçürüp taqatqan Qur'oni Karimga qanaqalıdı, qartılıdı. Muşu noqtani demekçi. O vaqtda hozirqidagi bosma zavodlar bo'lmagandan keyin shu qo'lda ko'chiradigan gap ko'chagan vaqtdami Osmon radhiyallohu anhuninki maqsadi nuqul Qur'on ko'chirib ko'paytirib taqishlar emas. Balki yuz bergan bir bilik masalalar va ilgirki darsimizda tilab o'tganimizdek. Shu masalalarni hal qilish uchun yeziq shaklda bo'lsin va boshqa jihatda bo'lsin ixtilofni tugatgudek darajada shu 7 harfni özüge ağıdak yoki olmaydigan darajada o'to'g'risi keyin so'zlaymiz-ku. Shu qiroatlarni o'ziga oladigan bir shaklda qana qilgan yezib, muayyanlashtirib, turaqlashtirib, ondan keyin buni birdan qorin bilan, mana bir nuqtaga diqqat qiling. Birdan har bir mushafni birdan qorin bilan taraflar, shaharlarga, taraflarga qana qilgan avatgan. Shu Qur'onning soni haqida to'xtalamiz bugun. El-meşhur innaha 5 masahif. Meşhur fikir bu 7 tane 5 tane mushaf deydi. Yani meşhur fikir degenge qaragan vaqtda men oldin saatlik darsda dedim 4, 5, 6, 7 ta 8 gacha salla va amma buning uchun Abdurrahman tarjih qilgani 5 Qur'on debdi. Ersele biha Osman radıyallahu anhu ilal afaqil 5. Osman radıyallahu anhu 5 rayonga avatgan. Bu 5 rayon birisi Mekke, Şam, Basra, Kufa. Birini şu mushaflardan Medine ehli üçün saqlab qolgan deydi. Bu tilga ilingan Mekke, Şam, Basra, Kufa 4 rayon, birini Medine'de saqlab qolgan jami 5 mushaf. Ve hunaka qawlun akhar annaha 7. Yani bu yerda başqa bir fikir var. Yani bu mushafni 7 degan. Ama walakin hunaka khabaran fi asma'il bilad allati ursilet ilayha. Ma rivayetten başqa şu ortoq ikisi oldu ya bayatın 5 dedik. Yani bir rivayet 7 dedi. Endi bu yerda 2 tane hadis var, 2 tane xabar var. Mushu mushaflar avatilgan shaharning ismlari haqida. Birinchisini Ibn Kasir Al-Bidaya va Nihaya degan kitobida keltirgan. Buning mazmuni bunday. Osmon radhiyallohu anhu 7 mushafni yezib, Mekke'ge bir mushaf, Mısır ehliga yana birini, Basra'ga bir mushaf, Kufa ehliga yana birini, Şamga bir mushaf, Yemenga shunga o'xshash bir mushaf,
Uni avatib Madinada bir mushaf qoldigan degan bir xabar bor. Bu bir xabar. İkinci xabar İbn Abi Davud Masahif'te keltirgan Abu Shama al-Murshid degan kitobida tilga olgan, Suyuti Itqon degan kitob tilga olgan xabar. Bu yuqorida tilga olingan Masahif, al-Murshid, Itqon kitobining hammasi mushahadagi kitoblar, ya'ni marja kitoblar. Shunga mavlning hammasini tilga olib, fahwahu şu xabarninki asosiy mazmuni shuki, Osmon radhiyallohu anhu vajjaha bi sab'ati masahif. 7 tane mushafni avatdi. Yuqorqi 5 mashhuri shu. Makka, Madina, Sham, Basra, Kufaga avatilgan. Yana bir mushafni Yamanga avatdi, yana bir mushafni Bahraynga avatdi deb ma shaklda nimba xabaridan birisi bor. Abu Ali al-Ahvazi davodidu bir mushafni Yamanga avatdi, yana bir mushafni Bahraynga avatdi. Ammo bu ikki mushafning hech xabarini anglamadik. Va la ra'ayna lahuma atharan. Va bu ikki mushafning hech ta'siri, asrini ko'rmadik deydi. Undan boshqa ba'zi birlik mushu 7 mushaf deganga qarshi keladigan ba'zi bir hadislar bor, bu yerda keltirmabdi. Suyuti deydi: "Walakin lam yusma' li hadayn al-mushafayn xabar." Ma ikki mushafning hech xabarini qanday qilmadik, anglanmadi deydi. Endi ikki xabarning o'rtasidagi farq, ikki xabarning birisi 5 mushaf deyildi, yana birisi 7 mushaf deyildi. U olsa-mu 7-ci mushaf Misrga avatildi-mi, Bahraynga avatildi-mi bu şekilde. Tamam, qanday olsa o pek muhim mesele emas. Muhim bo'lgani bu yerda 7 5 ikki xabar bor. Abdurning tarjih qilgani 5 optu. Osmon radhiyallohu anhu muhim bo'lgan nuqta bu. Mushu mushaflarni mushu shaharga avatish bilan bo'ldi qilmadi. Bitavjih medagi yollash avatish degan ma'noda. Faqatlam ondan boshqa demakchi. İşenci qiladigan hafizlarni tanladı. İnnama ixtara huffazan yathiqu bihim. Ularga işenci qiladigan hafizlarni tanladı. Ve enfazahum ila al-aqtar al-islamiyya allati ursila ilayhi al-masahif. Şu masahifle avatilgan İslam rayonlarga bularni avatdi deydi. Enfazahum bularni avatdi li yuqri'u ahlal balad al-mursal ilayhim. Şu mushaf avatilgan shahar ahlini o'qitish uchun. Chunki men bu kilitlik nuqtadan birisi bo'lsa arkadaşlar. Mesele bayatın deganimdek bir Qur'on ko'chirib taqitish masalasi emasda. Balki ixtilofni kesish, hamma odamni qiroatda o'rtoqlashtirish, qiroatning o'qish shakllari, ijro shakllarini turaqlashtirish o'qashqa, ko'chirib Qur'on avatgandan boshqa fa arsala Qur'on oxirida diqqat qilinglar. Fa arsala ma'a kulli mushaf. Har mushaf bilan qari'an mutqinan bir puxta qarimdan birini avatdi. Yaqumu bi muhimmati ta'lim val iqra. O'gitish va o'qitish. Ta'lim o'gitish, iqra o'qitish, o'gitish va o'qitish xizmatini ado qiladigan deydi. Bu eng muhim nuqta. Endi va yuqal ama aldığı yıldız belgesi qo'yilganlari mushu hozirgi ketayotgan mazmunlardagi muhim nuqtalar. Mushu mushaflarga al-masahiful a'imma deb ma ism qo'llanilgan. İmam mushaf desa boshqasi emas. Osmon radhiyallohu anhu ko'chirib taqitib avatgan mushaflarni imom mushaf deydi. Qandaqdir bu Osmon radhiyallohu anhuning o'zining pochorkisi bilan yozilgan deganlik emas. Faqatlam Osmani mushaflar deyilishi innama yuqalu laha al-masahif al-Osmaniyya. Bu mushaflarga Osmaniye masahifleri deyilishi nisbeten ila emrihi ve zamanihi ve imaratihi. Osman radhiyallohu anhu'nun bu ishga bergan buyruqiga nisbatan, zamoniga nisbatan ve emirligiga nisbatan Osmani mushaflar deyildi. Qandaqdir xato tushunib qolmayli, bu Qur'onlarni Osman radhiyallohu anhu o'z qo'ldan ko'chirgan emas. Faqat buyruq qildigan. Endi bizning bu maqolani o'qishdagi, bu kitobda bu maqolani keltirishning asosiy sabablaridan birisi savatdoshlar. Mustashriqlar va musulmon emas deyli. Musulmon deb qaralgan shiilar musha haqda Osmon radhiyallohu anhuga til tekkizdi. Rasululloh qilmagan ishni qilgan, masalan. Ondan keyin o'zi
köpeytken mushaflardan başka bütün mushaflarni yig'dirib ko'ydirib etgan, Qur'on ko'ydagan degandek bir nomla bilan Osman radhiyallohu anhuni ayıplaydi. Mustashriqlarni mush nuqtadan hujum qiladi. Şoňaşqa ölümala mush Qur'on toplash, Qur'on toplanish yoki mushu babga kelgan vaqtida mushu Osman radhiyallohu anhuning qilgan ishini sahobalar qo'llaganmi, qo'llamaganmi? Osman radhiyallohu anhu o'zi chaqlab qilaverganmi yoki sahobalardan bir maslahat elib, kengash orqali qilganmi? Mushu haqda alohida to'xtaladi. Sizlar bu haqda ma'lum bir tushunchaga ega bo'lish uchun biroz ahamiyat berish kerak mush nuqtalarga. Abdurdavodda sahobalarning Osman radhiyallohu anhuning qilgan ishi haqidagi ko'z qarashi. Ra'yus sahaba fi sani'i Osman. Kana jam'un nas ala mushafin wahid. Kishilarni bir Qur'onga to'plash Osman radhiyallohu anhuning uluq alohida fazilatlaridan birisi, manaqib degan gap ko'zga ko'ringan fazilatlaridan birisi ve büyük hasanat, yaxshi ishlaridan birisi. İbn Kasir shuni tilg'aladi. Huzayfa ibn Yaman Osmanning qishig'i kelib, shu Osmonga xabar qilgan gaplarini xabar bergan biz oldingi mazmunda ishorat qilib o'tgan mazmunlardan. Aşu hadisda, Buxoroydagi hadis o, munda bir mazmun bor, ya'ni Kisblam Abdua. Fa'inda zalik, Huzayfa radhiyallohu anhu şu ahvolini so'zlab, Osman radhiyallohu anhuni yuz bergan masalalarni xabar qilgan vaqtida, fa'inda zalik, Osman radhiyallohu anhu sahobalarni to'pladi ve shawarahum fi zalik. Ular bilan bu haqda kengashdi, maslahatlashdi ve mushafni bir harf bo'yicha yezishni to'g'ri topdi. Mediki bir harfni bir til deb tushuninglar. Agar qo'lingizda qalam bo'lib qolsa, oldingizda kitob bo'lib qolsa, harfin vahidni ostiga til deb yozinglar. Chunki biz ma 7 ahruf haqida to'xtalamiz inshaalloh. Ve ayyajma'an nas, kishilarni, boshqa iqlimlardagi kishilarni shu bir qiroat, shu bir harfning qiroatiga to'plashni to'g'ri topdi, boshqasiz. Mana Mao Osman radhiyallohu anhuning sahobalar bilan maslahat qilganligining bir nimasi dalili. İbn Abi Davud Ali radhiyallohu anhudan shunaq deganligini tilg'aladi. Osman haqida yaxshi gap qilinglar. Chunki Ali radhiyallohu anhuning buni alohida akilishi, chunki bunda gapni ko'pincha shiiylik qilgan bo'lg'achqa, shiiyligiga qarata Ali radhiyallohu anhuning gapini dalil akilish orqali ig'izni tuvoqlash maqsad. Osman haqida yaxshi gap qilinglar. Fa vallahi Alloh bilan qasamki, ma fa'ala allazi fa'al fil masahif illa an mala'in minna. Osman radhiyallohu anhu mushaflar haqida qilgan ishlarini bizdan maslahat elib, bizning maslahatimiz bilan qilgan. Osman radhiyallohu anhu deydi: "Ma taquluna fi hadhihi al-qira'a?" Bu qiraat haqida nima deysizlar? Qad balagani anna ba'dahum yaqul, ularning ba'zining mundaq deganligiga deydiganligi menga yetdi. Mening qiraatim sening qiraatingdan yaxshi deganda gaplarni qilibdi. Va hada yakadu yakun kufran. Bu kafir bo'lishga az qolgan gap endi. Bu chatoq gap mavjud. Dedik biz sahobalarga vakolatan Ali radhiyallohu anhu deydi. Osman buni debdi, biz dedikki, "Ma tara? Sen nim deb o'ylayapsa, nim deb qarayapsa?" desak dediki, "Men kishilarning hammani bir Qur'onning ustiga to'plashni to'g'ri deb qarayman. Unda o'g'anda falatakun, unda vaqtda firqat bölünüşüm bo'lmaydi va la ixtilofim bo'lmaydi." Dedikki, "Fa ni'ma ma ra'ayt." Sen qaragan, sen ko'rgan bu ko'z qarash nayt güzel ko'z qarash bo'pti. Ashta qillada biz maslahat vergan da'vatidir. İzen demek, medeki xulos shu. Fa ma kana sani Osman radhiyallohu anhuning qilgan ishi faqat sahobalardan bir qo'shilishdan ve ulardan maslahat olgandan keyin bo'lgan qandaqdir Osman radhiyallohu anhu o'zi chaqlab qilmagan bu ishni demakchi yuqorqi mazmundan. İbn Kasir Bayhaqi ve undan boshqalardan naql qilib, bular Ali radhiyallohu anhudan shunaq deganligini rivoyat qiladi. Ey kishilar, iyyakum val ghuluwa fi Osman. Osman haqida haddidan oshgan gaplarni deyishdan saqlaninglar. Deysizlarki, mushaflarni ko'ydadi deysizlar. Alloh bilan qasamki, mushaflarni ko'ydagan bo'lsa, ma harraqaha o mushaflarni illa an mala'i min ashab Muhammad. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ashablarining maslahatidan an ko'ydagan. Walau wullitu mislama wulliya. Agar u shu vaqtda ega bo'lgan ishga men ega bo'lgan bo'lsam degani, men Ali radhiyallohu anhuning gapi,
Osman radıyallahu anhu'nun orunda xalifa bo'lgan bo'lsam shu vaqtda la fa'altu mislallazi fa'al. Shu qilgan ishning o'xshini qilatdim deb Ali radıyallahu anhu ma şekilde guvalab turdi. Tabari rahimahullah yani Ali radıyallahu anhu'nun ma gibini rivayet qildi. Osman radıyallahu anh la tusammu Osman. Osman radıyallahu anhu'ni shaqqaq al-masahif. Qur'onlarni yirtqan deb bunda qanaqa man atamanglar. Alloh bilan qasamki u Qur'onlarni shu vaqt yo'q qilgan bo'lsa, masalan, ba'zi Qur'onni ko'ydirib, ba'zi Qur'onni oyat yozilgan, ya'ni yirtib qog'oz bo'lib qolsa, ba'zisini yub degani yo'q qilgan emasmi? Mushta qilgan bo'lsa illa an mala'im minna. Bizdan, ya'ni Muhammad alayhisolamning sahobalaridan maslahat olib qilgan. Walaw wullituha, agar men shu ishga ega bo'lgan bo'lsam, la amiltu mislallazi amil. Osman radıyallahu anhu qilgan ishning o'xshini qilgan bo'lardim deb yuqorida Ali radıyallahu anhudan nurg'un rivoyatlar Osman radıyallahu anhuning qilganini qana qiladi, aqlab qana qiladi, ifodalanyapti. Endi bu yerda Abu Bakr radıyallahu anhuning davridagi bir Qur'on to'planishi dedik. Osman radıyallahu anhuning davridagi Qur'on to'planishi dedik. İkisining farqlari nada? Desa, meyli maqsad noktasidan, natija noktasidan yoki manhaj uslub noktasidan olsun farqlar var bu ikisining o'rtasida. Hozir keltirgan mazmun shu al-farqu bayna jam'i Abu Bakr va Osman. Abu Bakr va Osman radıyallahu anhuning to'plashining o'rtasidagi farq. Ko'raylik qani, yulduz belgisi qo'yilgan o'rinlar shu farqninki asosiy boshlanish noqtasi bo'lsa kerak. Kana jam'u Abu Bakr as-Siddiq lil-Qur'onil Karim. Abu Bakr as-Siddiq radıyallahu anhuning Qur'onni to'plashi xashyata ay yazhaba min al-Qur'ani shay'un bi zihabi hamalatihi. Qur'onni kütəgənlərinin, hamalə degan gap hamilning ko'pligi. Qur'on qorimlarining demakchi, hofizlarning demakchi. Qur'on kütəgənlərinin ketib qilish sababli Qur'ondan bir narsaning ketib qilishidan ansirganlik uchun bo'lgan. Chunki biz ilgari darslarda voqelikni so'zladik. Janglarda qorilar Əhl-i Qur'onlar səfinin aldıda ülep kızdıgan ahvallar köpüyüp bu Ömer radıyallahu anhu'nu qo'rqitib, Ömer radıyallahu anhu, Abu Bakr radıyallahu anhu'ga maslahat turish orqali ma qarimni ülep ketiverse, ma Qur'on qanmay qolmasin, bir yerga to'plab qo'yili deb turib an boshlangan bu ish. Chunki o Qur'on shu vaqtda bir o'rinda lam yakun majmu'an to'planmagan. Parcha. Shunda o'g'achqayik, shu sabab bilan fecema'ahu. Abu Bakr radıyallahu anhu bu Qur'onni to'pladi. Allah Abu Bakr radıyallahu anhuga islom nomidan yaxshi mukofotlarni bersin. Bir sohibga to'pladi. Sura oyatlarini tertiplagan bir şekilde, yani Resulullah to'xtagan bo'yicha. Biz hozir o'qiyotimiz ya Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yevmiddin deb oyatlarning bir tartibi bo'ladi. Alif Lam Mim Zalikel Kitab La Raybe Fi Hudal Lil Muttaqin deb oyatlarning bir tartibi bo'ladi. Shu tartib bo'yicha Rasululloh qanday to'xtab o'qigan bo'lsa, shu bo'yicha ratlab qo'ydi, bas tugdi. Bunday bir yerga to'plab qo'ydi hisobda. Mao Abu Bakr radıyallahu anhu'nun qilgan ishi. Va kana jam'u Osman radıyallahu anhu'nun to'plashi bo'lsa, hasman li khilafin zarra qarnuhu fi sufufil muslimin. Musulmonlarning saflarida mungüzi chiqqan ixtilofni kesish. Va jam'an lil muslimin va musulmonlarni mushafning bir xil nusxasiga to'plash bo'lgan. Abu Bakrning maqsadi Qur'onni saqlab qolish bo'lsa, Osman radıyallahu anhu'ning maqsadi musulmonlarni birlik keltirish. Ashunda bo'lishi zalika annahu kathura ixtilafuhum fi wujuhil qira'a. Ularning ixtiloflari qiroat yo'llarida ko'payib ketdi. Bu ahvol faadda zalik, bu ahvol ularning ba'sini xatolashtiradigan yerga ibodi. Ay yuxatti'a ba'duhum ba'dan. Ularning ba'sini xatolashtiradigan yerga ibodi. Fa khashiya min tafaqumil amri fi zalik. Shu haqdagi ishning hadidan eshib ketishdan qo'rqildi. Fa khashiyaki khushiya tafaqumul amri degan ishning hadidan eshib ketish. Shuni bilan şu mushaflarni bir mushafga kuchadi fa nasaha murattiban li suwarihin tartibin nihai. En oxirgi tartibda surdirilgan shaklda va yozishda fil kitoba qolgan tillardan Quraysh tili qilam bo'ldi qildi yoki to'xtadi. Muhtajjan shuni dalil qilibki, shuni jad qilibki
Qur'on Quraysh tilidan tushdi. Xuddi haliqi 3 Qurayshlik qaramg'i degandekki, "İza ixtilaftum antum va Zayd ibn Sabit fi shay'in min al-Qur'an." Agar sizlar uchunlar Zayd ibn Sabit bilan Qur'ondan bir narsada ixtiloflashib qolib qolsanglar, Quraysh tilida yozinglar, chunki Qur'on shu Qurayshlarning tilidan tushgan degan rivoyatdan bizga oshkor bo'lgan edik. Va innahu in kana qad wassa'a fi qira'atihi bi lughati ghayrihim fi badi al-amr. Gerçi Qur'oni Karimni qiroat qilishda dastlabki davrida fi badi al-amr degan gap ishning beshida Qurayshlarning tilining boshqasi bilan yoki boshqalarning tili bilan Qurayshlarning boshqalarning tili bilan qiroat qilishga yo'l qo'ygan bo'lsa-mu, vassa'a degan gap yo'l qo'ygan bo'lsa-mu, bularning hammasi harajni dafiy qilish, mashaqqatni dafiy qilish uchun bo'lgan. Ashta qilgan bo'lsa-mu, fa innal haja. Endi bunda ko'p xil tildan qiroat qilish qo'ygan ehtiyoj qad intahat tugudi. Shuni bilan faqtasara ala lughati Quraysh. Quraysh til bilan bo'ldi qilib shu yadlam to'xtadi. Va kazalika, ya'ni shuningdek Osmon radhiyallohu anhu masahiflardan bütün sharhiylarni, tafsirlarni va tilovati mansux bo'lganlarning hammani qana qildi, o'chirib etdi. Bu nuqtalar esimizdan chiqmasligi kerak. Bu Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan Osmon radhiyallohu anhuninki jamlash o'tirdiki farq. Baqilarni davatidu lam yaqsid Osman radhiyallohu anhu Abu Bakr radhiyallohu anhuning Qur'onning o'zini to'plashdiki ikki taxtining o'tirishga to'plashdiki maqsadni maqsad qilmagan. Ya'ni ikkisining maqsadi o'xshamaydi. Va innama qasada faqat Osman radhiyallohu anhu kishilarni Rasulullohdan ma'ruf bo'lgan muqim qiroatga to'plashni maqsad qildi, unda amaslarini ilg'o qilishni maqsad qildi. Ya'ni demakchi o'g'ini Osman radhiyallohu anhuning maqsadi kishilarning birligini saqlash. Boshqa narsa emas. Va akhadahum ularni bir mushafga qana qildi, ibbadi. Bir mushafbadi la taqdim fihi va la ta'khir. Bu mushafda na ilgari na keyin va yoki tanzillan billa yezilib qolgan tafsirisi va ba'zi sahobalar Qur'onni yozgan vaqtida Qur'onni yezib ketib Rasululloh tushunib qo'ygan vaqtda Rasulullohning tushunchisini qishqi billa yozib olgan. Bu keyinchi Qur'onda o'ylanib qilish ehtimoli bor. Osman radhiyallohu anhu mushlarning hammani qanday chiqarib o'tdi. Undan boshqa va Qur'onning tilovat mansuxlari rasmlarining musbatlari bilan yezilib qolgan yeri bor. Bunda ahvol yo'q demakchi. Ve mefrud qiraatihi ve hifzihi. Qur'onning qiroat va saqlashi farz bo'lganlarini hammani qana qildi, muqim isbotladı. Nimishqa desa, ala ma yati ba'du. Bundan keyin keladigan kishilarga nisbatan pasatliqninki va shubhininki kirib qolishdan xashiyatan qo'rqqanligi uchun deydi. Mana shuni anlamayapmi? Ayna al-masahif al-Osmaniye al-an? Endi her adamning kalasiga mush savol keladi. Shu vaqtda Osmon radhiyallohu anhu yozgan va kuchrab taqatgan Qur'onlar hozir nada deydigan bir savol keladi. Bugungi kunda chunki oxirgi davrlarda bo'lib Osmonli yiqilgandan keyin islom dunyosi o qadar bir patparaq bo'lib ketdiki, islomning qimmatli asarlari, masalan, shu Qur'onlari hech kim igulanmaydigan bir davrlarni başına o'tkazdi ya. Şoňaşkamda amal yo'q deymiz. La yu'rafu li hadihi al-masahif al-an makan tujadu fihi ala wajhi al-yaqin. Bu mushaflarninki hozir keskin yo'ldan tepiladigan bir o'rni bilinmaydi. İnsanlar bolsun basma zavodni maydonga kelib Qur'onlar besilg'ali 400-500 yil oldu. Ma Osman radhiyallohu anhu yezib taraf-taraflarga aytgan Qur'on yo'qolib ketgili, har yo'qolib ketgili endi 100 yilmi bo'lmadi taxe. Demak, shu Qur'onlar bu vaqtdan besilib, taqtilib Allohning marhamati bilan hammalarning quliga bugungi Qur'on yetib kep bo'ldi. Ala anna hadhihi al-masahif al-Osmaniyya onun ustiga mush Osmoniya masahiflar ilgirki asrlar buyi, tival degan gap buyi mevcut idi. Eng yaqinqi zamonlargacha. Esanli bo'lsin, yaqinqi zamonlargacha bor. Mush oxirgi davrdagi islom dunyosining ojizlashishi, islom dunyosiga patparaqchilik mush ishlarga asosan sabab bo'lib qolgan. İbn Jubayr
Hicriye 614 vafot topgan odam o'zininki qilgan safarida, ya'ni Dimashq jamiyasi haqida qilgan gaplarining qishida shundoq deydi. Tırnaqning ichidagi mushunga munosabatlik Ibn Jubayrninki so'zi savoqdashi. Diqqat qilinglar. Yangi qasrning sharqiy tarafida deydi. Yangi qasrning sharqiy tarafida mihrobda cho'ng bir amba bor. Xazana kabira. Fiha bu ambada Osman radhiyallohu anhuning mushaflaridan bir mushaf bor. Ve huvel mushafullezî bu mushaf bo'lsa dal vajjaha bihi ila Şam. Osman radhiyallohu anhu bunu Şam'a öğretken mushaf şu. Xazana bu amba her günü namazdan keyin echilatdi. Kishilar uni tutib, suyab berkat izlaydi deydi. Unda Qur'onni qo'lga olib, suyab Osman radhiyallohu anhu öğretken Qur'on deb, bunda bir xil berkat izlaydi deydi. Bu İbn Jubayrninki o'z ko'zi bilan ko'rgan va rivoyat qilgan masalasi. İbn Fadlullah el-Umri, yani Ahmad ibn Yahya ibn Muhammad ibn Abdul Abbas, bu adam Hicriye 749 yılı vafot topgan adam. Mush adam mu deydi. Dimashqda bir mushafni ko'rgan va buni Osman radhiyallohu anhuning mushaflarining birisi deb qana qilgan sifatlagan deydi. Hammasi Osman radhiyallohu anhuning mushaflari haqidagi xabarlarni rivoyat qilyotdi. Deydi, ila janibihil aysar o'ng tarafida Emirul Mu'minin Osman ibn Affan radhiyallohu anhuning xatida yozilgan Osmani mushafbati deb mush gapni tilga olgan o'zining kitobida. Kitobning iholasi ost tarafda berilgan ko'rsanglar bo'ladi. İbn Kesirning bilimiz ham bilanga tunishliq 774 yilda vafot topgan. O'zining Fadailul Qur'on degan kitobida Dimashqda mushu mushaflardan bir mushafba deb mushni tilga olgan. Deganki, ammo Osman radhiyallohu anhuning imom mushaflari bo'lsa, uning eng dangligi bugun Shamdagi Dimashq jamiasidagi sharqiy qasrininki tarafidagi endi rukni sharqiy al-maqsura degani shu sharqiy al-maqsura al-ma'mura bi zikrillah Allohning zikri bilan avat olgan maxsus maqsura degan gap ayrim bir qasr desam bak yo'g'ani o'ylab olmanglar. Ayrim bir ayrılgan yer degandek gap. Ayrılgan sharqiy tarafda batdi deydi. Qad kana qadiman bi madinati Tabriya. İlgiri Tabri şehridi idi. Ondan keyin Tabri şehri Tabariyalık İmam Tabarining shahri şu. O shahardan Dimashqqa Hijriya 518-yillarda naql qilib o'tkelgan. Men uni deydi. Ko'rgan qanday kitobdi? Kitoban aziza nayt katta jalil azim katta nayt güzel ro'shan kuchli xatlarni yozilgan. Nim bilan desa nayt shoh rang bilan bihibrin muhkam degan gap nayt shoh iniq rang bilan yozilgan firaq bir qog'oz yozilgan azunnuhu min juludil ibil. Bu qog'ozni shu tirining tugining tirisidan deb o'ylayman deydi. Tugining tirisidan deb qana qilaman o'ylayman. Tamam. Bu shu vaqtdagi bir mazmun. Ondan keyin Ibn Battuta, hamma bilasizlar Ibn Battuta dangliq sayyah. Bu adam 779-yilda vafot topgan odam. O'zininki sayohatida shuni tilga olgan. Yani mushafi Sham mushafni tilga olib deganki, şu jamianing sharqiy tarafida, mihrobning qarish tarafida cho'ng bir amba bo'lgan. Xazana kabira. Şu ambada fiha al-mushaf allazi wajjahahu Amirul Mu'minin Osman ibn Affan radhiyallohu anhu Şam. Osman radhiyallohu anhu Şam'a avatgan mushaf batdi. Aşı xazana her günü, her cuma günü namazdan keyin echilatdi. Kishilar aşı mushaful kerimni bir silvelish uchun qisqa-qisqa olatdi fayazdahim deb mushu masalani o'zininki qaysi kitobida Rihla Ibn Battuta degan kitobida tilga olgan. Shu batla ostida berilgan iholadan shu batlarga murojaat qilinsa, ko'rib baqsaq bo'ladi. Ibn Battuta ham shuni tilga oldi. Osmoniya masahiflaridan bir mushafni Basraga o'zining safariga kelgan vaqt u yerda birini ko'rgan deydi. Basradan birini ko'ribdi Ibn Battuta. Shamdan birini ko'ribdi ekan, Basradan birini ko'ribdi ekan. Deganki, Ahlul Basra, Basraliklar, nayt isl axloqlar va odamlar, lahum makarim axloq ve yatlagı kuyunişi var. İnas lil gari degan gapni yatlagı kuyunib mehribonlik qilish ve yatlarning-ki haqqini ado qilish var. G'arib musafiriyat degan gap. Shu yatlagı kuyunib mehribonlik qilish va yatlarning-ki haqqini ado 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 qilish va
Ularning orasida fima baynahum ahli Basrning orasida yat odam yatsirmaydi. Fala yastawhish yatsirmaydi. Ular Jumani Amirul Mu'minin Ali radhiyallohu anhuning masjidida til o'qiydi deydi. O'qiydi. Men uni tilga oldim uni. Mushu masjid eng güzel masjidlardan birisi. Masjidning saynasi, sahnu degan gap, ho'ylisi saynasi ajoyib kengri. Mutanahi al-infisah degan gap, mutanahi nahit degan gap. Al-infisah degan gap kengri degan gap, nahit kengri. Qizil bo'ra yeyilgan, mafrush bil hasba al-hamra, qizil bo'ra yeyilgan. Mushu masjidda Osman radhiyallohu anhu o'ltirilgan vaqtda o'qiydigan Qur'oni Karim mushaf batdi. Ve qonninki Allah'ın tüvendeki ayeti varaqtiki özgertken bir tesiri var. Feseyekfikehumullah ve huve semiyul alim degan bette Osman radıyallahu anhu'nun qinining özgertken tesiri var deb şu gapni qana qiladi tilga oladi. İbn Battuta shuni tilga oladiki, Ibn Battuta aşı Osmaniye masahiblarining ba'zisini, yoki uningdan ba'zi bir batlarni nima jarayonida, safar jarayonida, yana Marokashda, G'arnotida va boshqa shaharlarda tilga olganligini tilga oladi, ko'rganligini tilga oladi. Va yabdu qaraganda deydi Ibn Jazari 833-yilda vafot topgan kishi Shami mushafni biz bayat tilga uni ko'rganda qiladi. Bu odamning asli bilgan iholadan 3-ihol ekan go Mabahis fi ulumul Qur'onda mushaqtik mazmunlar bo'lgan ko'rib baqsaq bo'ladi. Demak endi Osman radıyallahu anhu taraf-tarafga aytgan mushaflar shu yerda 700-yillargacha taqib bor degan gap. 700-yillargacha bor degan gap, hali yaqingacha bor degan gapda. Mushu Shami mushaf diqqat qilinglar, bir nuqta muhim nuqta bor. Umayya jamisi Shamdagi, Damashqdagi eng dangliq jami. 14-asrning 5-gacha saqlanib keldi. 14-asr degan qachon? Şu 1900-yilning 5 taxi. Yine Osmanlı yıkılışının aldı keyindeki vaqtlar. Endiki vaqt 100 yıl aldıqacha. Thumma andan bu mushaf fuqida, yo'qolib ketdi. Dedik ya bayatdan darsimizning 5-da. İslam dünyası qachon qalaymanqanchilikqa patdi? Bizning asar atiqalarimiz, qimmatlik buyumlarimiz, medeniyet miraslarimiz, ilmiy asarlarimiz yo'qolishga boshladi. Dushman bunga ajoyib hujum qildi. O'zimizning safarlikimiz bunga yetarlilik bor. Dal Qur'on mushlarning ishidan birisi yo'qolib ketgan narsalarning ishidan birisi. Faba'duhum yara, ba'zilarning qarashicha bu mushaf İstanbulga ko'tarilgan deydi. Nuqila ila İstanbul. Lekin uning bor yeri bilinmagan. Mushu nuqtami bak muhim. Men boshqa kitoblardan ko'rishimcha asosan İstanbulga ko'tarilib ketganligi bak kuchlik. Belki İstanbul'nunki bir muzeylərdə, yoki bir məxfi yerlərdə, məxfi o'rinlərdə hazır qədər qana qılğan, saqlanayotgan bo'lishi mumkin. Va ba'duhum yara, ularning ba'zisi deyotdi, bu Qur'on İstanbulning kutubxonalaridan bir kutubxonada bor deb qaraydi, ba'zisi kuyib ketgan deb qaraydi. Kuyib ketgan degani, shu Dimashq jamiyasiga o't ketgan bir ahvol bor ekan, shu vaqtda kuyib ketgan deb qaraydi ekan ba'zilar. Ustaz Muhammed Kurthali Umaviy jamiyasi haqida qilgan gap jarayonida mundaq deydi. Hattoki 1310-yil. 1310-yil degan qachon saboqdoshlar? Hozir 1440-yil. Tam 110 yil ilgari. Tam 110 yil ilgari. 1910-yillar degan gap yani. Ot jamininki turus yıldızlargacha yamirdi. Sarat an-nar ila juzu' thuqufi degan gap jamiyaninki turuslarininki yıldızlargacha yamirdi. Şu turuslarni 3 soatdan az vaqtda yutib ko'ydirib tugatdi deydi. Ve şu otda yoki şu jamida cho'ng mushaf, ko'pi xatlar yozilgan mushaf kuyib ketdi. Bu mushaf Busradagi Atiq masjiddan keltirilgan. Kishilar deyishdi bu Mushafil Osmani deyishdi deb mushuna bir gapni naql qilgan deydi. Bu bir ehtimol. Doktor Abdurrahman Shahbandar shunaq deydi. Shamning Dimashqining deydi. Shunaq bir fazilati borki, Osmoniya mushaflaridan bir mushafga erishgan. Valakinnaha biroq u mushaf ya lal asaf min afsus 30 yil ilgari Umaviy jamiyasiga tutashgan ot uni bikaqa atlafat degan gap ko'dirib
kul qilayotgan. Atlafa asli yo'q qilayotgan degan ma'noda. Mushu gap qachon yozilgan desanglar, vaqat kutiba hadal kalam, mushu gap 1922-yili Nisan oyida yozilgan. Endi 1922-yildan 30 yil ilgari desa, shu 1890-yillari atrofida, yoki 1900-yillarning boshlarida o to'g'ri keladi o't ketgan vaqt. Doktor Subhi Salih, Doktor Yusuf Ashten, Shayx Abdul Muhsin Ustuvoniydan naql qilib deydi, Shayx Abdul Muhsin mushu mushafni ko'p ketishdan ilgari ko'rgan. Bu Maqsurada saqlangan. Maqsura degan shu Umayya jamoasidagi bir o'rinning ismi. Valahu baytu khashab. Uningki yog'ochdan etilgan bir sanduq bor. Bey desam uy deb o'tamanglar. Qur'on saqlaydigan banda bir yog'och uy desam bo'ladi ish qilib. Chunki Qur'onni kichik emas ham o'z vaqtidagi Qur'on bir yog'och sanduq bo'lyapti. Ustoz Kavsari shuni tilg'aladiki, Shayx Abdul Hakim al-Afg'oni 1367-yilda vafot topqadi, 1908-yili. Mushu Osmoniy mushafga uddul bir mushafni kuchaygan vafot topishdan ilgari. Kavsari deydi, mushu mushaf Osmoniy dunyo urush mezgilida Istanbulga o'tkazilgan. Ammo Afg'oniyning mushafi buningki Afg'oniyning ba'zi do'stlarining qashida Damashqda saqlanayotganligini tilg'aladi. Demak, mushlarning hammasi vaqtgacha 1900-yillargacha Osmon radhiyallohu anhuninki Shamga o'tgan mushaflarning saqlanayotganligining ifodasi savoqdoshlar. Yuqorida gapning hammasini oladigan o'rtoq xulosamiz shu. Kavsari deydi ham Ko'pining mushafi, bayatdan yuqorida gaplar Shamning mushafi haqidagi gap. Ko'pining mushafi Himsda edi. Bu ham poytaxt Istanbulga shu dunyo urush mezgilida o'tkazilgan. Fi harb amma deganga burungi atalg'i, ya'ni shu birinchi dunyo urush mezgillari. Birinchi dunyo urush qachon yuz bergan savoqdoshlar? 1914-yildan 1918-yilga 4 yil jarayonida mush vaqtda Istanbulga o'tkazilgan deb aytadi. Ammo Himsda qaysi masjid ekanligi tilg'anmagan. Valam yazkur fi ayyi masjid kan fi Hims. Himsda qaysi masjidda edi buni tilg'anmagan. Va kazalika yine shuningdek shuni tilg'anganki Madina mushafi. Hamda Osmon radhiyallohu anhu Madinada birini qoldirib qo'ygan ya. Bu mushaf Madinada edi. Bu ham dunyo urush mezgillarida Istanbulga o'tkazilgan deydi. Şu araqa İstanbul kutubxonalarini bir aqtirib beqish kerak. Agar shoyat uni yer bersa, Sulaymoniya kutubxonasiga berib, ancha-muncha aqtirib baqsanlar bo'ladi, chunki bütün maxtutatlar asosan Sulaymoniya kutubxonasida saqlangan deb anildim. Va zakara al-Kawsari anna kathiran. Kawsari yana shuni tilg'aladiki, nurg'illari, ya'ni bunda bir ahvollar var mı yerde? Aldanmaslik tegishlik bir ahvol var arkadaşlar. Hilegerlerden, aldamçılardan nurg'illari, kathira minal makirin. Qadimqi mushaflarning ba'zisini qon bilan bulg'ashga jur'at qilgan deydi. Xalqni aldash uchun. Qanday desa, li yuzg'an. Shunda o'ylanilsin uchunki bu Osmon radhiyallohu anhu o'ltirilgan vaqtida Osmon radhiyallohu anhu qul ditdi deb boshlar ashta o'ylasin deb Qur'onni qon bilan bulg'ab qilgan ahvollar bor. Kitap ambalarida qon bilan bulg'angan yomon ko'p mushaf bor deydi. Xalq ayni aldamchilik qilib taqgan ahvol bor. Vallohu yantaqim, Alloh bundan intiqom olsin deb aytadi. Demak, menda bir ahmoq qilgan insonlar shu vaqtdan tatib bor degan gap. Va hunalikal an amda hozir Darul Kutubul Misriyada bir qadimiy mushaflar va masahib asariya. Darul Kutubul Misriya qaysilar bir baqqan Misrdagi vaqtinglarda Darul Kutubul Misriyaga nimada Azhar masjidiga yaqin bir bozor var, şu bozorga yaqin yerda. Bu mushaflar haqida shuna deyiladi, bu masahib Osmoniya deyiladi boshqalar tarafidan. Walakin biz nastab'id an takuna kazalik. Unda bo'lishini belki yiroq sanaymiz. Unda emas deb qaraymiz. Nimishqa zarkasha gap gul degan gap. Bunda zinat gul va zinat surunning o'tirisini paslik qilib ayiradigan naqshlar bo'lganlik uchun. Va Qur'onninki ashar bayonining alomatlari bo'lgan. Ashar degan gap 10lik, 5lik ayiradigan belgilar bor. Qur'onda bor. A belgilar bor. Osmon radhiyallohu anhuning Qur'onda na zarkashi yo'q, naqsh demakchi. Zinat yo'q, pasl yo'q. Qur'onninki asharni, xumsni bayon qildigan, masalan,
nima yo'q, belgi yo'q. Ama Misr, Darul Kutubul Misr'de saklanılan kadimi mushaflarda ma noktalar var. Çünkü bunu biz Osman radıyallahu anh'ın mushafi diyemeyiz demekçi. İmam Zurqani davatıda ma'lum ennel mesahiful Osmaniye Osmani mushaflar muş yukarıdaki deyilgen zerkeşet, zinet, nokuşlarının hemmisinden hali idi. Çikitlerden hali idi, hem şekillerden hem nemiydi? Hali idi deydi. Hatimi, bugünkü dersimizdeki hatimisi, yani Osman radıyallahu anh'ınki mushafları zadı nede deyinge karta gepnin hulasıga kelsek ve bizalike yukarıda nurgun nimelerni eslimelerini okup öttük, nurgun rivayetlerini okup öttük, nurgun sefer hikayelerini okup öttük. Aşjariyandaki tılgılanan bazı mezmunları okup öttük. Bunun hulaslaydıgınımız şu ki ve bizalike şu arkalık fe innena nestati'un cezm biz şunu cezm kılalayımız ki Kur'an-ı Kerim'nin naklisi mutawatir olgan. Bu şunu bizge yeterlik. Tahi 1900 yıllargacha ba degan gap okur Allah. Halbuki basmaxonada Kur'an besilip taqitligida 3-400 yıl ketdi. Bu to'g'risida o'qiymiz tahi inshaalloh necha kundan keyin. Demek bizge şu Osmani mushaflardan naql qilinib zavodda besilib taqitlib qo'limizga bugungi Qur'on tigib bo'ldi elhamdülillah. Mushuni o'zi bizga yetarlik. Ve yakunu hada hatta bu gapni İslamның düşmanlarının ba'simi tilga oladi. Hatta musulmon emaslarning ba'simi tilga oladi yoki. Ustoz doktor Muhammad Abdullah Darraz tuandagi guvohliklarni naql qilgan o'zining kitobida. Qala Loblo, yani bu bir mustashriqlarning birisi, u shunda deydi. Innal Qur'on u bugunki birdan bir Rabbani kitap ki buningda tilga olganda o'zgartish yo'q deydi. Ma'aning gibi. Ve kâle Moyer deydi, Osman radıyallahu anhu toplagan mushaf, onun qo'ldan qo'lga yetkilishi mutawatir olgan. Mutawatirni so'zlamasam tushunasizlar. Hatta vasqala ilayna bizga hattoki bizga bidun ay tahrif har qanday o'zgartish bo'lmasdan yetib kelgan. Ve laqad hufiza bi inayatin shadida. Nayt qattiq ko'ngil bo'lishdan saqlangan. Şu derecedeki bir hayız, şu derecedeki lem yetra aleyhi ay tag'yir yuzkar. Tilg'og'ida o'zgarish uningga kelib qolmagan. O'zgartish kelib qolmagan. Balki shunda deyalaymiz-ki, uningga mutlaq hech qanday o'zgartish kelib qolmagan. Ya'ni fin nusakh allati la hasra laha. Shunda bir nusxalar deyki, uning cheki yo'q. Endi hozir dunyoda necha milliard Qur'on bor. Ve keng İslam devletlerinde tarqalgan, qo'llanılayotgan mushaflar, nusxalarda hech qanday o'zgarish yo'q. Falam yujad no'ganikin illa Qur'onun vahid. İslamning datalashayotgan butun firqalarning birlam Qur'oni bor. Birlam Qur'oni bor. Deb mush gapni tilga oladi. Deb bo'lib oxirisida va hadal isti'malul ijma'i li nafs an-nasl al-maqbul min al-jami' hatta al-yawm gapning oxirisi. Hemme taraftan minel cemi'a hemme taraftan qabul qilingan bu nesning o'ziga bu kadar icmai şekildeki qo'llanish, yani bütün musulmonlar hammasininki birlam nas, birlam kitobni qabul qilganligining o'zi bugunga qadar hatta yawm yu'addu akbar hujja va dalil ala sihhatin nasl munzal al-mawjud ma'ana. Yani bizdeki ma'ana degan bizlan billa bab bo'lgan tushirilgan nasning sahihligiga eng cho'ng dalil va eng cho'ng hujjatdir deb mayada mustashriqlarninki yoki musulmon emaslarninki hatta islomning dushmanlarininki Qur'on haqidagi bergan baholari, ko'z qarashlaridan bir qurini naql qilib keldi. Bizning mayli Abu Bakr radhiyallohu anhuning davridagi Qur'onning to'planish haqidagi bahsimiz, Osman radıyallahu anh'ın Kur'an toplanish haqidagi bahsimiz olsun. Qaysi o'pka son muddao nima desa, Qur'onning bizga sog' salomat yetib kelganligi boshdan tortib va bugunga qadar ajoyib ahamiyat berilganligini o'rtaga chiqarish savoddoshlar. Shuning bilan Qur'onning toplanish haqidagi darsimiz mushayada tugadi. Inshaalloh kelasi soatlik darsimizda mushaflarninki yezilish va taraqqiy qilish ahvoli, bugun ma ko'z oldimizda bo'lgan Qur'onning yeziqi va ustidagi gol, chiket, pash, zivar, zirlarning ahvoli bu haqda
Biz inşallah kelar saatlik ders sözleyimiz. Şu münasebet bilen men topqu yollap bergen 30-njy bet makala yoki bahs mushu Jamul Qur'an haqida. Bunu bir gözden keçirip çıkınlar. Münasebetlik mezunlar olsa kurap bakınlar. Düşünülmegen taraf bolsa kelar saat ortaga koysanlar buludu. Yani Jamul Qur'anga münasebetlik kıllanlarda düşünülmegen mezmun asasen kalmasın savaşlar. Şonulan vaqt münasebeti bilen bugünkü dersimiz müşahede ahırlaştı. Ve ahru da'vana enelhamdülillahi rabbil alemin.